olsa bo'ladimi? Uyda Archada bitta mo'nshoy yo'q. O'zi yo'q, ko'zi yo'q. Lekin mana shu yerda bitta narsa unutib qoladi. Kimniki? Hech kimniki emas, meniki. Yo'qol berdi. Nima teginyapsiz? Shu jiyanaringizni bittasini olay. Bir dona. Bor bu. Bor narsa. Ha, bo'pti. To'g'riboy. Havangiz yaxshimi? Rahmat. Qanamayapsizmi? Marhamat. Ha, yurtga yaxshi xizmat qilyapsizmi? Vazifangizni bajaryapsizmi? Rahmat. Barakalla, yashang. Sizga bir yangilik bor. Ha? Ha. Yil davomida faol mehnatingiz uchun sizni jamoamiz nomidan pul mukofoti bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ha, Rahmat. nimaga berayotganimizni bilasizmi? Aha. Mana bu yerda kampir bor edi. Pissa sotib hamma tomonda yashab o'tiradi. Ha, to'g'ri. Haydagan kim bo'ladi? Siz bo'lasiz. Ha, ana qahramonlik. Mana yerda bodroq sotadiganlar bor edi, bilasizmi? Hamma tomonda pissa sotib, bodroq sotib, rashaq o'tiradi hamma tomonda. Haydagan kim? Sizsiz. Jasorat. Ana qoyil. Rahmat. Men yurtimni tozaligi uchun bor kuchim bilan xizmat qilaman. Barakalla. Menga qarang. Sizga jamoamiz nomidan 1 million berdik. Aytdik shuni, eshitdingizmi? Ha. Bu boya aytdim sizga. Buni mana sizga qo'lingizga berib qo'ya qolay shuni. Xo'pmi? Menga qarang. Buni ish pishib yurmang bo'ldi yana. Uyga boraman, bozorlik qilaman buni. Yangi yil kelyapti. Yangi yilga, oilangizga, farzandlaringizga sovg'a salom oling. Tushundingizmi? Jamoamiz nomidan sizga ana pul mukofoti. O'rtoq boshliq, mana shu shipirlikni ham bir almashtirib berslaring bo'lardi. Juda eskirib qoldi-da. Bu shipirlik nima bu? Ahvolini qarang buni. To'nta qo'qobdi bu. Shipirlik ham yaramaydigan qo'qobdi. Ko'nglingizni to'q qiling. Biz jamoamiz nomidan sizga yangi shipirlik beramiz. Rahmat. Bo'ldimi? Rahmat. Xo'p. Menga qarang, to'xtang endi. Buni rahmat degancha, bu orqani qarang, vazifani bajaring. Nima bu? Xo'p bo'ladi. Qani bittan tozalang chiqani, ishingizni bajaring kezingizda. Bo'ldi. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, bo'ldi. Qani? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ne ish bo'lyapti bular? Donagami, blokka? Blokka. 60 ming. Haligi aka, sal anaqada 16 mingga bermaysiz. Qarzga bermaysiz. Qachon? Yangi yildan keyin. Ha? Yangi yildan. Qarzga bermaysiz, ha? Mana. So'xli. Qadrdonim bormisan? Ya'ni bu, ko'ryapsan ish qilyapman, hamma arasosini chiqardik. Ha, barimga bosing. Qadrdon, kel. Voy, bilaman seni. Endi hozir xafa qilganman. Senga ish bor, soqolli. Yana nimani boshlab keldik? Soqolli ish. Spirgini menga bergin. Archada o'taylik. Maslahat. Soqolli. Aldayapsanmi? Aldayotganim yo'q, kel. Ha, ol, spirgini ol. Bilaman, mendan xafasan. Sal kayfiyatingni ko'tar, yo chehrangni och. Xafa bo'ladigan gap gapirganda kelib, ish qilganda xafa bo'ladi odam. To'g'riboy, atrofga nazar sol. Yangi yil kelyapti. Yangi yil bu yangi orzular, yangi maqsadlar, go'zal dasturxon, shodiyona, o'yin kulgu. Bilasanmi? Go'zal dasturxon uchun nima kerak? Pul kerak. Sen ahvoling shu, senda baribir pul yo'q-ku. Nima deganing? Pulim bor, mukofot puli oldim. Nima deyapsan sen? 3 oylik pulimni oyligimga qo'shib mukofot puli berib ketdi menga. Hozir boshla. Qancha? 1 million. Ash 1 million menga bersang, o'sha 1 millioningni men senga 3 million qilib qaytarardim. Qanday qilib 3 million qilib qaytarasan? Aytyapman, reja bordim. Ana Vali Gulchi bor-ku. Bu ishi zo'r bo'lgan. O'sha Vali Gulchi bu yilgi yangi yil bayramini boshqacha nishonlayapti ekanda.
navaralarini, pullarini aytib katta shodiyona qilyapti ekan. Valakaday qadrdonimiz yangi yilda suvning archada kutib olsa, bizga uyatamas. Valakamday buyuk inson yangi yil bayramini haqiqiy mana bunga o'xshagan jonli archada kutib olish kerak. Buning uchun men archani gaplashib qo'ydim. İşonmasa-chi Valaka? Iya, ishontirasan sen. Ishontirasan, ular toqqa borasizlar. Men ekologiya boshlig'iga aytib qo'yganman. Ana kichkina archani tanlab olmasin. Xohlagan archani tog'ni aylanib, eng kattasini tanlab olib kelsin. Archa qancha turadi bozorda hozir? Oo, sen uyog'ina ishing bo'lmasin. Hammasini pishtamiz. Keyin ana hokimga ham zerikib ketdim deyatdi. Hokimni ham olsanglar, miltiq olsa. Kiyiklar asa ko'payib ketdi-da. Kiyik otib asaqdan olib keladi-da. O'qish mumkin emas ekan hozir yana. Ishon, hammasini gaplashib qo'yganman. Sizlarga hech qanaqa ziyon zahmat yetmaydi. Hammasi gaplashilgan. Borib olsanglar bo'ldi. Archani ham olib kelasizlar, kiyikni ham olib kelasizlar. Yangi shunaqangi esinglarda qoladigan bo'ladi. Bur-bur meni eslab yurasizlar. Menga qancha qoladi? 3 million deyapman. Gap qolgani bo'lsin, borganim bo'lsin. Bo'lmasa nima kerak menga shu pulga? Ana, endi eshitsa. Ketdim. Sen kimsan bilasanmi? To'qli boshsan. Keragi ham yo'q. Yaxshi bo'ldi. Ana. Aniq qoladi shu bilan. Endi reja tuzamiz. Hozir Valakaga qo'ng'iroq qilasan. Mana pulni berasan menga? Beraman hozir beraman. Qara, yana olib kelib archa sotsam bo'ladi-a? Endi sen katta ishni boshlasan. Seni kallang ishlaydi. To'qliboy, hamma yangi yilni bir o'zgacha nishonlamoqchi. Hamma jonli archa kutyapti. Shu ishdan boshqa sen bo'lasan. 10 topib kelsang 30 million. Do'stim, yoshing eslab bir qorbora o'ynamaymizmi? Yaxshi bo'ladi. To'qliboy. Ketdik. Ana. Zo'r bo'ldi. Yangi yilga boramiz. Mobilam? Kaç? Tuvaleti uzatmışlar ha? Vay o, ana. Vay bu, assalomu alaykum. Vay meni olmaxonlari. Vay meni tanginim. Vay kajulim meni. Vay sitoram meni. Vay sitor. Vay meni bo'rsag'im. Vay. Qandaysizlar? Nima qilyapsizlar? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mana archalar besatib o'tiribmizda, zerikkanimizdan. Ha? Hey. Har yili shu plasmassa archani bezatorib jonlaringga tegmadimi? Voy, nega u? Bir yangilik qilmoqchiman. Iya. Toqqa borib, katta baland archa olib kelmoqchiman. Voy, nima qilasiz? Baland archani. Mana shu archa ham yetadi bizga dadasi. Voy, o'zi bo'ylari balandgina bo'lsa, uy bilan teng. Bo'ldi bo'ladimi? Dadasi Ya. xarajat kerak yo'q, Xarajat bilan ishing bo'lmasin. Bolalarim bir xursand bo'lsin deyman-da, jonli archa olib kelaman tog'dan. Toqqa borib jonli archa olib kelaman. Ha? Iloji bo'lsa qor qizam olib kelaman, qor bobomni o'sha yoqdan. Dadajonisi. Bo'ldi. Mana ularning xonasida har bittasida archa bor. Nima qilasiz shuncha archani, ha, dadasi? Jonli bo'ladi. Hovliga qo'yamiz, baland qilib uni borku, butun mahalla kelib, butun mahallani yangi yilni bizga o'tkazamiz. Uni borku, hidlasang jonli archani hidini. Bu plasmasada rezinkangni hidi keladi. Qo'y, bo'ldi. Nima deysizlar qizlar? Rozimisizlar? Zo'r-ku dadajon. Ana. Zo'r, dadajon. Men dugonalarimni chaqirsam bo'ladimi? Chaqirsang bo'ladi. Mana sinfdoshlarimni chaqirsam bo'ladimi? Sinfdoshlaringni chaqirib. Meni sinfdoshlarimni chaqirsam bo'ladimi? Chaqiravur, hammasi o'g'il bolalar, qiz bolalar hammasini chaqiringlar. Bog'cha bolalarni ham chaqir. Bog'cha bolalarni ham chaqiraversin, ha? Ayasi. Bir bayram bo'lsa, bayram deb bo'lsa, juda ajoyib bo'ladi bu. Xudo xolasa, sen ana somkadagi pulni olib chiqdin. Voy, dadasi, u yerda juda katta pul bor. Ha, ishing bo'lmasin. Kattaligini apchiq. Voy, dadasi. Apchiq, bo'ldi, ko'p gapirma. Endi xudo xolasa, yolmog'iz kampirlarni aytamiz. Qor bobolarni chaqiramiz. Qor qizlarni chaqiramiz. Haqiqiy yangi yil bo'ladi bizga. Ana. Voy, dadasi, mana 3-4 so'm tashlab keting. Qudandalar keladi. Hali hech qanaqa bozorlik ham qilolganim yo'q, dadasi. Bozorchilik bilan bozor ucharmana ishing bo'lmas. O'zim qilib kelaman hammasini. Qachon kelasiz? Va tushlikka yetib kelaman. Ha, mayli. Tezda. Tushundingmi?
Xudolarning hammasini ayt. Esingdan chiqib qolmasin yana. Xo'p, Qaytib gapiraverib, o'zi sen uxlangda kirib, uxlangda chiqib ketadi. Aytaman. Bo'pti, mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti dadasi. Bo'p, mayli. Tez keling, hali pishirib kuydirlarim bor. Tez keling, xo'pmi? Mana vaqtga yetib keldik, hokim bor. Ha. Ching, ana. Assalomu alaykum Ye, assalomu alaykum. O, mening mehribon do'stlarim. Rahmat, G'anshir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? Ye, Ravshan aka, assalomu alaykum. Charchamasdan. Yaxshi, rahmat. assalomu alaykum. Assalomu. Qanday charchamayapsiz, hokim aka? Qanday yaxshimi hokim? Eshitdingmi bunaqa mashina yursiz? Qanaqa mashina? Captiva Malibu'laringiz qani? Akajon, xalq qanaqa mashinada yursa, mana shunaqa mashinada yuraman. Yashang, rahmat. Qanday shinam joy? Qanday yaxshi kelib oldingmi, hokim bor? Filmga kelib oldingizmi? Yaxshi. Qaysi tomonda yotasiz, hokim bor? Bu nima deganing bu? Qaysi tomonda yotasiz? Men derazani ostida yotaman. Chunki men xalq uchun ishlaydigan odamman. Xo'roz qichqirgan paytda men uyg'onishim kerak. Men Bo'ldi, hokim bor. Qanaqa shuning uchun men derazani tagida yotaman. Sen bu yoqda yot. Hop. Hoppa! Damasingda kelib berlarim qotib qoldi. Qanday mazza zo'r joylar ekan-a? Hokim bor. Mana shu tumanimizga hokim bo'lganingizdan keyin rosa katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana shu ko'changizga asfaltlar yotqizildi. Qolaversa, qancha qarindoshlaringiz ish bilan ta'minlandi. Shuni qatorida men ham aka-ukalarim ishli bo'lib qoldi, hokim bor. Mana shu xalq sizdan rozi, hokim bor. Xalq mendan rozi. Lekin noshukr xotin norozi-da. Nimaga, hokim bor? Ichimlik suv olib kirmabman uyga. Hokim bor, shu ham sizga muammomi? Olib kiring. To'g'ri aytasan. Ana o asfaltni buzib, quvur yotqizib, ichimlik suv uyga olib kiraman. Keyin asfalt qilib qo'yamiz. To'g'ri aytasiz, hokim bor. Tez yozib ol shuni. Xo'p bo'ladi. Ertaga shu ish bilan shug'ullan. Mana asfaltni buzib, suvni olib kirib, asfaltni qaytadan yotkizamiz. Hokim bor. Hokim bor. Mana shu Yangi yil bayramidan oldin dam olishga kelib, rosa yaxshi ish qildik-da. Bir tinch joyda, hokim bor. To'g'ri. Lekin bu yerda yovvoyi hayvonlar rosa ko'p, hokim bor. Mana shu derazangizning oldida bo'rilar yuradi. Endi sovuqda yemish topolmaydi endi, hokim bor. Lekin baribir mazzada, hokim bor. Muhammad. Hokim bor, tinchlikmi? Hokim menmi yo senmi? Siz hokim bor? Sen nima to'rga chiqib olding? O'tmayqa. O'tmayqa. Hokim bor. Hokim bor? Svetni o'chirib qo'yaymi? Mashinada ham tungi kiyimlar bor. Almashtirib olamizmi, hokim bor? Yo. Şartmaz. Sen o'chirma. Kiyimlar ham şartmaz.
Shunday ham otaveraman. Shunday ham otaveraman. Hokim buva, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Charchamay. Yaxshi. Mana aytgan miltig'ingizni tayyor qilib qo'ydim hokim buva. Ye. Shoshma. Hokim buva uni unday taqmaydi. Jamatar o'zim bilaman. Hokim buva yana teskari taqdingiz. Hey! Menga mana shu qulay. Qani yur. Ishlasa ko'rinmaydi. Oy, yelkam moyi bor-da, mana matoxing. Mana ushla buni. Bu bitta ham kiyik ko'rinmaydi hokim buva. Kiyik bormi o'zi? Bor. İzlash kerak. İzlash kerak. Sovuq o'tib ketdi hokim buva oyoqdan. Bor. Qani yurchi. Ana yuring. Hushyor bo'l. Ahmoq. Hokim buva. Atalab qilmadim-ku hokim buva. Hushyor bo'l deyapman men senga. Hop hokim buva. Tog'da ham eplab yura olmaysan, ey. Tayg'onchoq ekanda. Ye. Ana kiyik. Miltiqni ber. Ana kiyik. Hokim buva echki u. Ana kiyik. Qara. Solajon bolam qarachi, nima bo'ldi ekan? Ana kimni echkimni otib qo'yibdi. Yugur dadang chaqirchi. Hokim buva, u kiyikmidi ekan? Yana birovda echkisini otib qo'yib baloga olib ketmang hokim buva. Ha, kiyik edi, aniq kiyik. Tegdi, yiqildi. Men zorman otganim qizilga tegadi. Hoy, men 1 kilometrdagi burgani qo'lidagi nigoh o'zigini nishonga ola olaman. Bilaman. Hey, shunda ham burga tirik qoladi. Men qobiliyatliman. Shuning uchun ham ismim Qobilda meni. Echkini kiyikni bilmadim-ku, lekin peshonasida urdingiz hokim buva. Men zorman. Qaysi biri echkini otding? Hokim buva otdi. Ha, echki emas, kiyik otdim. Echki otding-ku. Bilasanmi u echkini men $2000 Fransiyada olib kelganman. Aka, baqirmang, siz hokim bilan gaplashyapsiz. Hokimim uchun bir tiyin. Tushiring, o'xshalmang buni, tushiring qurolingizni. Ko'tar, kelagam qo'lingni. Ko'tar. Tushiring qurolingizni. Hokim buva, avzariga qaraganda jinni pindiga o'xshaydi. Qo'lingizni ko'tarib otib qo'ymasin. Ha, endi qo'limni ko'tarmayman-ku. Mayli. Shunday taslim bo'lib qo'ya qolaman. Ishla quroldi. Oldimga tushganagam. Xo'p. O'rtoq, menga qarang. Hali ismingiz nima edi? Zafar ismim. Zafarbek, bunchami miltig'ingizni odamga o'qtalayverasiz? Ko'nglingizni keng qiling. Biz yangi yilga kiyik otishga keluvdik. Endi men qayerdan bilay u kiyikmidi u? Takamidi u? Echkimidi u? Shunga diqqatmisiz? Ey, to'layman pulini. Bilasanmi u takani? Dunyo bo'yicha bitta qolgandi. Shuni ham men olib keldim. Men oldimga tish.
Tush oldimga. Shundaymi? Hokim bova. Qo'lim og'rib ketdi Oldimga buni tush. miltiq ko'tarib. Tush qo'lingga. Tushiray. Qo'lini tushirsinmi yo'qmi? Kel, ovozga qo'yamiz. Qo'lini tushirsinmi? Tushirmasin. Oldimga tush. Oldimga tush. Tushirma. Yur, men uchun ham ko'tar. Aka, mana yuring, mana shahar orifalari kelib bolam. Echkimizni otib, hamma ishlarni chorak ko'ring qonuniy. Uchastka noziri Sidiqjonov Ikrom, qurolni menga topshiring. Nega bunday qilib yursizlar? Bayram oldi bo'lsa, hamma bayram bilan ovora. Sizlar birovning echkisini ochib bilan ovorasizlar. Yuring, biz sizlar bilan uchastka xonasida gaplashamiz. Yuring, oldimga tushinglar. Nega birovlar Hammasi boring bilan. To'g'livoy. Ey, sen aytgandek tabiat go'zal ekan. Uni tog'ni balandligini qara. Yo'q, uni archalarni qara. O'sha archalarni olamizmi? Yo'q. Bu archalar bo'lmaydi. Malaka, mayda archani nima qilasiz? Mehmonlarning oldida sal obro'yini ko'rsating, aka. Katta archa bor. 5 metr, 10 metrlik archa ham bor. Sizga 5 metr yetadi, aka. Malaka. To'g'livoy. Mana archa. Ana archa. Nima qilasiz sunniy archani bozorga borib, 3 metr, 4 metr, 1,5 million qilib. Ko'zni o'ynatadi ya. Yur, To'g'livoy, yur. Mana. To'g'livoy, mana o'zi ketamiz, mana o'zini. Bo'ldi. Mana uni kelsak, mana uni. To'g'livoy, mana uni. Bo'ldi, mana bismillah. Ya, to'xta, menga ber. Uka, keldik. Ey, archani makoniga olib kelding. Bir 4 ta archa olamiz. Katta qudam Nodir akaga. Yashang. Rauf qudamga ham olamiz. Kenja ukam Shuhratga ham bitta 4 ta archa olamiz. Puliga gap yo'q. Bayram sovg'asi bo'ladi, aka. Bayram sovg'asi. Ha. Zo'r. 4 ta archa olamiz. Bu Isuzing olib ketadimi ekan? Olib ketadi. Ey, pulini to'lasangiz, dunyoni nardi chegasiga ham bo'ladi, aka. Pulidan tash tortma. Bir niyat qilib, o'zim bir mazza qilib kelsang, ha? Bismillah, qani ketdik. Ha! Ya, archa qilyapti-mi? Yo'q, taqillatyapti. Ovoz chiqyapti. Bu tomondan chiqyapti, bu tomondan. Ya, assalomu alaykum akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Nima qilyapsizlar akalar? Archa qilyapsizmi? Aka, boltani bera qoling. Yo'q, Husan Abdurasulov, o'rmon xo'jalik inspektori. Suratga oling. Aka, 40 ming kilo bo'lsa, yam-yashil narsani. Uyatga aka, yashingiz katta bo'lsa. Qani yuringlar, men bilan bir tegishli joyda gaplashamiz. Zarar keltiryapsiz aka. Yangi yilda nevaralar, bolalar bir xursand bo'lsin deb bizda mana haligi ey, pulini to'lasak bo'ldi. 5 tami, 10 tami olib ketaverasan duding. It! Men nima qilay? O'sib yotgan archa bo'lsa, sovg'aga olib boramiz deb o'yladim-da. Valaka, menda nima ayb? Bo'ldi akalar, yuringlar, bo'ldi. Shu yerda tegishli joyda gaplashamiz. Asad tushinglar. Ket, yurib ketamiz. Jon uka, iltimos. O'rta boshliq, jon uka, iltimos, joyda gaplashamiz. Voy qizlar, endi nima qilamiz a? Voy mehmonlar darvozani oldida to'lib ketgan, kiraman deb. Voy sho'rim. Voy dadangga telefon qildingmi? Oyjon, dadamga telefon qildim. 100 martalab qildim. Ko'tarmayaptilar. Qayerda yurgan ekanlar? Pulni hammasini olib chiqib ketuvdi-ya. Voy sho'rim. Bozor ucharlik ham qilganimiz yo'qda, hamma pulni ko'tarib olib chiqib ketuvdilar. Voy endi nima qilaman? Voy sharmanda. Abdulla xudo. Voy assalomu alaykum. Assalom, omonmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yangi yillar bilan endi. Muborak bo'lsin. Qudam qani qudam. Hozir kelib qoladilar. Qarqatepaga chiqinglar. Qayerga ketdilar? Xush kelibsizlar. Voy xudoyingiz bilmayman, telefon qilsak ko'tarmayapti. Hozir kelib qoladi. Voy xavotir olmang. Qani o'tiring. Bu telefon qilib aytgan ekansizlar, yangi yil qilib kelinglar deb. Mana hammasini yetaklab keldim. Voy juda yaxshi bo'pti-da. Kuyov bola yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Ha, o'tiraylikmi? Tepaga chiqing. Voy o'rgilib. Assalomu alaykum. Kelinglar, tepaga chiqinglar. Mumkinmi? Voy assalomu alaykum.
Onajonim, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Xudo xola yaxshimisiz? Rahmat. Yangi yillar bilan Rahmat. salomat yaxshi Birga bo'lsangiz, voy katta yigit bo'lib ketibdi. Bayramingiz bilan deb bobongga. Voy aynan kedik. O'tiringlar tepaga. Voy. Yaxshi kelyapsizlarmi? Yaxshi kel. Voy o'tiringlar tepaga. Assalomu alaykum. Xudo xola yaxshimisiz? Xudo tuzimisiz? Uydagilar yaxshimi? Hammasi tanijoningiz sog'. O'tiringlar tepaga. Xush kelibsizlar. Xudo bog' xush kelibsizlar. Ha bu qudam ataylab bir aytgan ekan, o'tgan yilgiday bir maishat qilib bayram qilaylik deb yangi yilga chog'da shunga keldik. Endi qozonni ham to'ngarib qo'yganmiz ovqat. Juda yaxshi bo'pti-da, Xudo bor, juda yaxshi bo'pti. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Qudamning o'zlari qanilar? Xudoyingiz ertalab chiqib ketuvdilar. Katta archa olib kelib hovliga o'rnataman deb. Katta archa bor ekan-ku. Archa nima kerakmi? Mana bundan ortiq archa bo'ladimi? Tirik archa olib kelmoqchi ekanlar. Buni qarang. U qaysarligini bilasiz-ku, Xudoyingiz. O'zi har yili bitta yangilik qilib turadi-da Xudoyga. Charchamaydi, zerikmaydi odam. Yangi odamlar lekin. Ha, o'tirib turinglar. Hozir choydan xabar oling. Ay qizlar-u, olib kela qolinglar choydan. Qizlar-u. Ha, olib kelinglar, barakallah. Bu ne'matilla Xudo. Bu Xudog'ay choyga ketdi. Tag'anani miniatyuraga o'xshab toshkan piyolasi bo'lib quruq choy ichib ketmasak bo'ldi-da. Yo'q, Sharif aka, hammasi o'tgan yili bor-ku. Tandir deysizmi? Tabaka deysizmi? Rosa bisyor bo'lgan. Taza maza qilganmiz. Lekin siz yo'l qildingiz-da Xudo. Ey, meni shu ishongan Xudam bo'lsa. Bilmadim-u. Mana dasturxonni qarang, kutib o'tiribmiz. Qayya Xudo hozir keladilar-ku. Kelib qoladi, hozir kelib qoladi. Ha, kelib qoladi. Ey, men bu Xudoni bilaman. Aziz mehmonlar, hozir mening kichkina singlim Hilolaxon raqsga tushib beradilar. Sinama sabrim, sinama dildor, sabrim sinar, bo'lmadi lafyor. Sinama sabrim, sinama dildor, sabrim sinar, bo'lmadi lafyor. Ehtiyot bo'l, sabrim tamom, bo'lib qolsa holing yomon. Ehtiyot bo'l, rashkim yomon, sinab seni yurmam hamon. Sinovdasan yor, sabr qil dildor, o'zingdan ketib bo'lmadi lafyor. Sinovdasan yor, sabr qil dildor, o'zingdan ketib bo'lmadi lafyor. Ey, to'xli. Senga nima kamidi, ha? Nima kamidi senga? Ey, hech zamonda ona tabiatga ham zarar yetkazasanmi, zarar kunanda? Ey, archa kesibsan. Va archa qizil kitobga kiritilgan-ku. Ahmoq. Men valakamni xursand bo'lsin deb toqqa boribman-da. Xursand qilmay o'l. Xursand qilmay o'l. Nima dedi tergovchi? 80 million, 100 million to'laysan dedi. 15 sutka o'tirasan dedi. Tergovchining gapini eshitdingmi? Seni shu yerda o'zida bo'g'ib o'tiraymi? Nima qilyapsiz ey? Hammasi aro qayningiz Qo'zovoyda-ku. Pochcham bor, pochcham borsin, puli ko'p, mancha puli bor dedi. Men nima qilishim kerak? Nima? Qo'zi? Ha? Seni ham, qo'zini ham pichaman. Qoch. Qon bosim oshib ketyapti. Bu yerdan ketish kerak, ketish kerak. Vah. Hokim bor, kayfiyatni tushirmang, bitta latifa aytib beraymi? Men qara. Latifangni qo'y. Mana latifa. O'sha kuni men, 10 million 500 ming. 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 10 million
ichmaganimda beylarga hech qachon kelmas edim. Ey, o'chir ovozingni. O'chir! Ashula aytadigan joymi? Qayerda o'tirganingni bilasanmi o'zi? Bu mening uyim. Xohlasam ashula aytaman. Xohlasam o'ynayman. Ochqasam shu kechiraman. Sovqatsam shu kechiraman. Keladigan joyim shu. G'ozi, chiqing sizga ruxsat. Vatandaşlarning bunday sovuqda qayerga boraman? Qornim och bo'lsa, ovqat mahali taqaladigan vaqt bo'lsa, bir kechaga qolay o'rta komandir. Yo, chiqing. O'rta komandir. Keyin shu akan o'rniga men ketay. Uyda qudandalarim bor. Nevaralarim kelgan. Bu ancha qimmatga tushdi menga. Jon aka, iltimos sizdan. O'sha akan o'rniga meni qo'yib yuboring. Boradigan joyi yo'q ekan. Kiyimi ham yuqa, sovqotadi. Jon aka, meni qo'yib yuboring. Siz boya tergovchini gapini eshitdingizmi? Undan tashqari yana 15 sutka o'tirasiz. Yana 15 sutka? Ha, qo'zi. Ha, men shu yerdan chiqib olay, sen qo'zini. Qo'zi. Bolalarim, qaranglar, yangi yil kirishga 10 minut vaqt qoldi. 10 taka 12 bo'lyapti. Dada, 5 minut kutaylik. Hozir tandir yeb qolarmiz ha. 10 takamga kelmagan 5 takamda keladimi? Qara nevaralarimning uyqulari keldi hammasi. Bo'ldi, menga qaralaring. Bunaqangi nasiya tandir go'shtdan inakni tandirda yopgan qovoq somsasi 1000 marta afzal. To'ppa to'g'ri. Ketdik, omin, Alloh to'g'ri. Allah. Turamizmi? Yo'q. Voy, siz o'tiring. O'tiring siz. Siz qayerga? Uyat bo'ladi-ya. Siz ichkiyosiz, o'tiring. Ha, mayli. Yaxshi bo'linglar. Bo'ldi. Biz tandir yeymiz ekan. Ota o'g'il, to'polon qilmangda. Bobongizni kelgan. Voy, mavra. Qo'yinglar, ishinglardan mazza qilsin, bu yangi yil. Hozir bir daqiqa. Ha, Qodirboy. Qodirboy. Qanday bo'lyapti ishlar? Bo'lyapti mana. Sekin. Yaxshi. Nima uchun men sizni o'zimga yaqin olaman, uka, bilasizmi? Nima uchun? Sizni istaraman. Sizni istaraman. Mehnatkash yigitsiz. Bu jazmi? Bu jaz. Qodirboy, uyga go'sht ayyamaysiz o'zi. Xo'p, bu yangi yil dasturxoni bola masaqsi. Ha, ketsa boydan ketibdi. Bu qiyma, ha? Yaxshi. Bunisi tovuq. Iloji bo'lsa qaynatamga ko'proq shundan bering. Nega? Qaynatamning go'shtga allergiyasi bor. Hazır. Xo'p, Qodirboy. İşten bo'sh paytda tepaga chiqing. Qaynatam bilan suhbat qiling. Katta joyda ishlang. Endi yangi yildagi sizni ham yaxshiroq joyga bir ishga joylashtirish niyatlarimiz bor. Xudo xolasa kelasi yil mana shunaqa 2 qavatli uylarda birgalashib yangi yil nishonlaymiz, uka. Xudo xolasa. Dasturxon qalay? Dasturxonni lekin boplabsiz. Yo'q, hamma narsa bor-ku. Endi bu yangi yil bayram dasturxonida, uka. Endi bola chaqa maza qilsin deysizda. Bilasizmi? Halollikda gap ko'p. Biz halol ishlaymiz. Shuning uchun barakamiz bordir. Siz ham shu bizga yaqin yursangiz, halol yigit bo'lsangiz, topgan pulayingizga Alloh barakat beradi. Xudo xolasa. Bo'lmasa chaqa ishlang. Hop, sog' bo'ling. To'g'liboy. Madaboy. Yangi yil muborak bo'lsin. Hokim bu. Yangi yil kirib kelishga 5 daqiqa qolibdi, qarang. 5 daqiqa. Ha? Yangi yil kirishiga 5 daqiqa qoldi. Ha esa men tumanimdagi xalqimni yangi yil bilan tabriklab qo'yay. Tabriklang. Yangi yil-ku axir. Yangi yillaring bilan Qolganichi, hokim bu? tugadi.